lekin o'lib qolmaydi. Lekin o'lib qolmaydi. O'lim tugagan, o'lim bir marta bo'lgan. Ularning mana shunday holatlari 50 ming yil davom etadi. To Alloh taolo Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni juma kunida yaratdi. Juma kunida jannatga kirgizdi. Juma kunida jannatdan chiqardi va qiyomat kuni ham juma kunida sodir bo'ladi. Alloh taolo taqdir qilgan kunda, juma kuni kelgan paytda, Alloh taolo taqdir qilgan juma kuniga kelgan paytda Isrofil alayhissalomga og'ziga surni tutib, ko'zini arshga qaratib, diqqat qilib quloq solib turgan Isrofil alayhissalomga Alloh taolo ana shu surga nafxa urishni buyuradi. Astagfirullah. Va nufixa fis-suri fasa'iqa man fis-samawati va man fil-ardi illa man sha'a Alloh, thumma nufixa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sur chalindi, osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ldi. Magar Alloh xohlagan zotlargina tirik qoldilar. So'ngra u ikkinchi bor chalindida danogoh ular, ya'ni barcha xaloyiq qayta tirildi. Qabrlaridan turib Allohning amriga ko'z tutdi. Ya'ni osmon va yer o'rtasidagi hamma o'ladi, faqat Alloh xohlaganlar tirik qoladi. Kimlar? Ulamo aytadi, bu ulug' farishtalar deydi ba'zilari. Ba'zilari jannatdagi hurlar va abadiy g'ilmonlar. Qolgan hamma mahluqotlar vafot qiladi. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahissimun fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un. Ular faqat birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. U ularni janjallashib turgan hollarida olib ketar, ya'ni halok qilar. Bas ular na biron vasiyat qilishga va na uylariga qaytishga qodir bo'lurlar. Bozorlarda, guzarlarda to'lashib, savdo-sotiq qilib, birini ikkinchisi haqini yeb, dunyo bilan shunday bir ovora bo'lib turgan insonlarning yomonlar ustiga qiyomat qoyim bo'ladi. Na vasiyat qilishga ulguradilar, na uyga qaytib borishga ulguradilar. Bu ovoz to'satdan keladi. Hech kim hech narsa qilishga ulgurmay qoladi. Avvaliga bu ovoz sekinlik bilan boshlanadi. Keyin ko'tarilib boradi, butun koinotdagi mahluqotlarni halok qiladi. Uni avvaliga bitta odam eshitadi. U odam uyini devorlarini tuzatayotgan, devorni ustida ish qilayotgan odam bo'ladi. Birinchi bo'lib shuni eshitadi, birinchi bo'lib yiqilgan, qiyomatda surning ovozini eshitib bo'lgan kishi mana shu devorni ustida turgan kishi bo'ladi. Keyin ovoz ko'tariladi, butun koinot halok bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Qiyomat